Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 101-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolari ijobat bo'lishi. Ey Rasululloh, Saqif qavmi haqqiga duo qiling deb aytildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Allohim, Saqif qavmiga hidoyat bergin va ularni bu yoqqa keltirgin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolarini Alloh taolo ijobat qildi. Saqif qavmi kelib islomni qabul qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 102-mo'jiza. 2 kishilik taomning 180 kishiga kifoya qilishi. Abu Ayyub Ansori roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr roziyallohu anhu uchun 2 kishilik taom tayyorladim. Taomni ularga keltirdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam borib ansoriylarning ulug'laridan 30 kishini oldimga chaqirib kel dedilar. Men o'ylanib qoldim, chunki 2 kishilik taomdan boshqa hech narsa yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam borgin ansoriylarning ulug'laridan 30 kishini chaqirib kel deb takror aytdilar. Chaqirdim, kelishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga qani olinglar, yenglar dedilar. Kelganlar bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekanlarini bilganlaridan so'ng chiqib ketishdan oldin bay'at qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam borgin ansoriylarning ulug'laridan 60 kishini oldimga chaqirib kel dedilar. Abu Ayyub aytadi: Allohga qasam, 60 kishini chaqirish men uchun 30 kishini chaqirishdan yengil bo'ldi. Ularni chaqirib keldim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tiringlar, olinglar dedilar. Ular taomdan yeyishdi va bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekanlarini bilganlardan so'ng chiqib ketishdan oldin bay'at qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam borgin ansoriylarning ulug'laridan 90 kishini oldimga chaqirib kel dedilar. Abu Ayyub aytadi: Allohga qasam, 90 kishini, 60 kishini chaqirish men uchun 30 kishini chaqirishdan yengil bo'ldi. Chaqirib keldim. Ular taomdan yeyishdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bilganlaridan keyin chiqishdan oldin bay'at qilishdi. Abu Ayyub aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalari barakoti tufayli taomdan 180 kishi tanovvul qildi. Ularning barchasi ansoriylardan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 103-mo'jiza. Oysha roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga keltirgan taom va sharobdagi ulug' baraka. Abdulloh ibn Tuhfa roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mehmonlar kelib jam bo'lgan vaqtlarda har bir kishi mehmonlari bilan qaytsin der edilar. Agar masjidda mehmonlar juda ham ko'payib ketsa, har bir kishi yonida o'tirgan kishi bilan qaytsin derdilar. Shunda men Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga o'tirgan edim. U kishi bilan qaytdim. U kishi uyga kirgan vaqtlarida: "Ey Oysha, biron narsa bormi?" dedilar. Oysha radhiyallohu anha: "Bor, sizga iftorlik uchun taom hozirlab qo'yganman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni menga olib kel dedilar. Oysha roziyallohu anha
taomni bir kichik kosada olib keldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam undan oldilar va bizlarga uzatib, "Bismillah deb yenglar" dedilar. Undan hammamiz oldik. Birontamiz ham quruq qolmadik. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichish uchun biron narsa bormi dedilar. Oysha roziyallohu anha ozgina sut bor. Sizga iftorlik uchun tayyorlab qo'yganman dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam olib kel dedilar. Sut olib kelindi. Undan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichdilar va bizlarga uzatib, "Bismillah deb ichinglar" dedilar. Sut hammaga yetdi. Keyin namozga chiqdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga chiqish vaqtlarida o'z ahllarini namoz deb ogohlantirib ketayotgan vaqtda yuzini teskari qilib yotgan bir kishini ko'rdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Bu kim?" dedilar. "Men Abdulloh" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Bu yerga qarab yotish. Bu yotishni Alloh taolo xush ko'rmaydi" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 104-mo'jiza. Ummu Malikning yog'idagi baraka. Yahyo ibn Ja'da momosidan roziyallohu anhum rivoyat qiladi. Ummu Malik Ansoriya Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir yog' idishda yog' olib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bilolga uni siqishni amr qildilar. Bilol uni siqib Ummu Malikka qaytarib berdi. U ayol qaytib qarasa, idish to'laligicha turibdi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, "Menga bir narsa bo'ldi. Idish to'laligicha turibdi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bilolni chaqirib bu haqda so'radilar. Shunda Bilol, "Sizni haq qilib yuborgan zotga qasam, men uni siqib oldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ey Ummu Malik, senga xursandchilik bo'lsin. Bu Alloh tomonidan savobi tezlashtirilgan baraka" dedilar.